Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana Xudo xolasa inshaalloh navbatdagi obzorimizni boshladik. Xudo xolasa Ramazonga chiroyli qilib aksiyalar beramiz. Ko'rib baho berib qo'yasizlar qadrdonlar. Darvozamiz high-tech fasonimizga kalibratsiya qilingan. Razmerlarimiz 395 ga 3. Laklarimiz chiroyli qilib sepilgan. Mana qadrdonlar dizaynlarini berib qo'ygan. Listlarimiz bular 09 qadrdonlar. Xudo xolasa yaxshi xizmat qiladi qadrdonlar. Bu fasonimiz high-tech deyiladi. Polnistda atroflari cho'tirug'unda bir xilda. Razmerlarimiz N4, bo'yi 350. Bunisi 3.5, bunisi tevasi havo aylanib turishga. Xudo xolasa chiroyli qilib listdan lazerlar qilib qo'yilgan qadrdonlar. Bu fasonimiz chiziq fason deyiladi. Bu ham Xudo xolasa 09 da bu ham. Bunisi Xudo xolasa 3.3. Ko'rib baho berib qo'yasizlar. Bu ham high-tech fasonda bo'lyapti qadrdonlar. Listlarimiz 09. Bu darvozalarimizni qo'yishdan maqsad Xudo xolasa Ramazonga chiroyli qilib aksiyalar qilish qadrdonlar. Darvozalarimiz Xudo xolasa 400 ming so'mdan kvadrat boshlanadi qadrdonlar. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib ishlaymiz, bitkazib beramiz qadrdonlar.